Doktor nima bo'ldi? Dadangizni ahvollari juda og'ir. Yuraklari ishlamayapti. Zudlik bilan buyrak kerak. Men beraman, doktor. Yo'q, hozir laboratoriyaga chiqamiz, qonlar tekshiriladi, shunga qarab aniq bo'ladi. Nima bo'lsa qilaylik. Yaxshi. Natijalar chiqdi. Abduhamid kim? Men. Sizni tahlillaringiz to'g'ri kelmadi. Abdumalik siz bo'lsangiz keyin. Sizning natijalaringiz juda ham to'g'ri keldi. Harakatlang qiling. Ukam, sen dadamni qutqarib qolasan, bildingmi? Eshitdingmi shu gaplarni? Men bera olmayman. Nima deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Aka, tushuning, men nogiron bo'lishni xohlamayman. Gap kim haqida ketyapti turgan bilasanmi? To'xta. Yoshligimizda dadam ishdan kelib betingdan o'paman desalar, soqolingiz xalaqit beryapti dedi. Hozir sen yordam bermasang, senga tuproq xalaqit qiladi. Shuni o'ylayapsanmi-ku? Dadangiz saqlab qola olmadik. Sabr bersin. Keksalarga 90-100 yosh beradi. 63da o'g'ling elga osh beradi. Yurak bag'rim temir ekan, metin ekan. Bunday og'ir ayriliq qadosh beradi. Tushlarimda choy ila oshnam